Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Sizlar bilan Big Boss Dalasi 26 kanali. Bugun sizlar bilan faqatgina o'yin o'ynab, tanga va olmoslarni ko'paytirishni eng oson yo'llarini ko'rib chiqamiz. Aslini olganda bu juda ham oson va oddiy. Bizga kerak bo'ladigan narsa faqatgina uy o'yinlarini o'ynash. Xuddi shunga o'xshagan Kubik Mirovого Vizov Grupovetov degan o'yinlar hammasini shunchaki tashlab ketamiz. Chiqib ketamiz. Bu o'yinlarni deyarli foydasi yo'q. Xuddi shunaqa legendarniy diviziondagi uy o'yinlarini o'ynaymiz. The away team have gone with this formation. Hernandez. Kvaratskhelia. Xuddi shu zaylda faqatgina uy o'yinlarini o'ynab, tanga va olmoslarni ko'paytiraveramiz. Bitta turnir davomida 7 marta uy o'yini o'ynasa bo'ladi. Bu degani 220-200 tangadan bo'lsa ham 1400 tanga bo'ladi. 1 soat tinmasdan o'ynasa 10.000 tangaga yaqin tanga yig'ish mumkin. Olmoslarga keladigan bo'lsak, 1 soatda 50 ta, eng kamida yoki 60 ta, 70 tagacha tanga olmos yig'ish mumkin, ya'ni olmos yig'ish mumkin. Keyin do'stlar, agar kanalimizda 1000 ta obunachi yig'iladigan bo'lsa, telefonni o'zida avtobot orqali tanga yig'ish yo'llarini ko'rsataman.